alaykum hammaga. Xitoydan yangi zakazimiz yetib keldi. Xudo xohlasa bu tovarimizga nakleyka qildirgandik. Hozir ochib ko'ramiz qani. Bismillahirrohmanirrohim. Bu işte tovarimizga 3 xil nakleyka, penalarimizga xudo xohlasa paket что-то качествоsi agonga o'xshayapti nega? Nasib xudo xohlasa. Mana shunday rulonda keldi, har bittasi 1000 tadan 3000 ta 3 xil penamizga. Lekin kачествоsi dahshat gap yo'q. Buni O'zbekistonda qildiramiz degan paytimiz juda ham qimmat aytdi. Shuning uchun O'zbekistonda katta ko'p количество olishga shuning uchun вообще gap yo'q, блестящий-da. Plastik qarang, plastikda. Zo'r gap yo'q lekin. Вообще zo'r chiqardi lekin. Вообще gap yo'q. Kimga shunaqa zakazlar bo'lsa, qildirib olib beramiz. Garantiyasi bilan. Nomerlarga telefon qilasizlar. Xitoydan qanaqa tovar kerak bo'lsa yetkazib beramiz.